Assalomu alaykum akalar, do'stlar. Bugungi abzorlarimizni ham boshlab oldik. Chazor trekker so'ragan. Aliyuz keling, qo'lingizdan ko'rishmaylik. Obunachilar mashinalar. Bomba qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Uzoq yaqindagi Ho'pizm aka-ukalarim. Mana bugun 18-yanvar yakshanba kunlikda mashinalarimiz bitta-bitta aylantirib ko'rsating-da. Sizlarga yana to'ldirib, yana go'zal qilib, juda ham narnavola bomba qilib 12 deysizmi, trekker deysizmi, chazor deysizmi, hamma mashinadan bor. Inshaalloh juda ham go'zal narxlarda qilib beramiz, aka. Nurullo aka bugun Mahmudjon yo'q aka. Videomiz Mahmudjon kanaliga ham, Aliyuz kanaliga ham ketadi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa bomba qilib bugun manzillarni aytib boshlayveramiz aka. Manzillarni aytib o'tamiz. Andijonda Piyosbek, Toshkent stansiyasi. Ko'p odam manzil qayerda deyapti. O'zbekistonda Andijonda Piyosbek, Toshkent stansiyasi. Toshkentdami deyapti. Yo'q, Andijonda manzilimiz. Andijonda Piyosbek, Toshkent stansiyasi. Andijonda O'zbekiston ko'cha bitta, O'zbekiston ko'chani oxiri. Xudo xolasa, ayniqsa musofirdan rasa fondimizni musofirdaylarga sotyapmiz desak ham bo'laveradi. 80% Muhammad Yusuf musofirdaylar kelyapti. Aliyuz Mahmudjon kanali. Inshaalloh hammalarni Alloh o'z panohida asrasin. Xudo xolasa yana bugun yana qiziqarli narxlarda, yana ham arzon qilib sizlarga tushadigan narxlarda qilib beramiz. Qayerdan O'zbekistonda qayerdan bo'lsa ham, agar boshqa Samarqand va Navoiy yoki Buxorolardan bo'lsa, bosh to'lov 3,5 bilan chiqadi uka. Nimaga desiz, hali 500 400 deylar bizga ham chiqadimi deyapti. Yo'q, ular faqat vodiyga chiqadi. Vodiyga chiqadi. Nimaga desiz, ularga banklarim bilan hali bizni shartnomamiz yo'q. Mana shu o'zimizdagi vodiyga 500-400 ga chiqarib beramiz. Koks u tomonlardan keladigan bo'lsa, ularga Toshkentdan qilib beramiz. 2,5 bilan 12 streker jentrani ularga faqat 22, 23 21-jentralar chiqadi. Nimaga desiz, vodiyda banklariga, vodiyga o'zimizda Taraqqiyot, Fortuna, Hamroh shular beraveradi. Ularga vohaga bera olmaydi ular. Nimaga? Ularning o'zining oblisida bor. Ular uni o'zlarining oblisidan olsa bo'ladi. Yo'q, 2,5 ming olaman desa, через Toshkent orqali Toshkentdagi Fortuna, Hamroh, keyin Hayot degan banklarni через qilib bera olamiz. Xudo xolasa barterlarimizni aytib o'tamiz. Devodi qanaqa turi bo'lsa olinaveradi, Jiguli 0705 gacha. Mol qo'y ularni ham olaveramiz inshaalloh. Xudo xolasa sizlarga qiziqarli holatda mashinalarni narx-navolarni bugun Aliyuz ukam, Muhammad Yusuf, Mahmudjon kanalida ko'raverasizlar. Sizlarga ma'zur keladigan zo'r qilib beramiz. Instagramga ham oldingizmi aka? Albatta aka. Boshlayveramizmi aka? Mana ishlar. Eng qizig'ini aytaymi, bugun Instagramga qo'ydik-ku. 50 ming odam ko'rib yoribdi o'sha aka. Jonim 50 ming odamdan ham ko'p odam ko'rsin. Yashing. Mana shu uka 100 dollarga ham bormi deyapti. O'zingiz guvoh bo'lib qo'ying, bormi yo'qmi? Nima bo'ldi keyin berganlarimiz? Berdik, ana zakalat berib, ashi mashina joyida turibdi. 100 dollardan. Ertaman dokumentini qilib beramiz uka. Qayerga berdik? Instagramga berdik. Soyga berdik, soyga Instagramdan soyga kelib ketdi. Mana shu o'zimiz soydagi bola 100 dollar berib, zakalatini ham berib ketdi. Xudo xolasa bugun mana shu mashinani 300 dollarga chiqarib beramiz. Ketdi, boshlardikmi aka? Boshlardik. Nomerlarni aytmadingiz bugun? Nomerlarni aytib o'taman ukajonim. 90 648 0001, 91 648 0002, 91 618 0002, 91 168 0002, 90 270 220 77 79, 99 273 0001 raqamlari 24 soat desam yolg'onchimi? Kechasi 12:00 da bo'lsa Telegramdan yozib qo'yinglar, ertalab turib bolalar javob beradi. 12:00 gacha Xudo xolasa hammasi javob beradi, to'g'rimi? Ayniqsa eng kichigimiz mana shu Muhammad Yusuf 168 0002 ga Lakasa deb yozinglar, hammasiga mana shu bola uspet qilib tashlab beryapti, to'g'rimi? Xudo xolasa ishni boshlayveramiz uka. Xudo xolasa hammaga ma'zur keladigan qilib zo'r qilib narxlar qilib beraman. 300 dollarga 2022-yilda ishlab chiqarilgan 10% ham chiqmaydi kraska. Krilosi bilan kapotida kraska ichiga o'tib. Ana akalar 300 dollarga bo'lib ketdi. 2022-yil jentran. Qani buni kalitdagi dollar ochmaslar. Akalar, like'larni bosib qo'yinglar. Biz 300 dollarga mana akalar. 300 dollar bilan do'stlar Gentra. Mana sizlarga bitta pasportga. 22-yil avtomat korobka 10% ham chiqmaydi kraskasi. Top-toza 300 dollarga chiqarib beraman. Mana akalar 300 dollarga chiqadi. Gentralarni bitta olaylik, keyin kelaveramiz. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan bitta kriloda kraskasi bor, boshqa joyda umuman kraskasi yo'q. Navorot, pavorot, оборотgacha bor. Xudo xolasa juda chiroyli holatda
Alius bu mashinamizni ertaga kunga bo'ladiganimiz 8,5 ming dollarga qilib beramiz. 8,5 mingga naqd. Ana akalar 8,5 ming dollar. O'shalarni ochib qaratib qo'ymaysizlarmi? Ochmabdi ham u. Mana do'stlar. Hop. Ko'rsatib qo'yamiz 300 dollarga ochilgan bo'lsa. Bular ochmaydi bular. Qani unda keyingisini ko'rsataylikmi, keyingisini aka? Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan. Krilosida kraskasi bor, kapotli ichi bilan. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 150 ming yurgan gazab hech nima qo'yilmagan. Ertaga kunga 9500 dollar etadi. Ana akalar 9500 dollarga bo'lib ketdi 2019-yil. Buni boshiga qancha bo'lsin, Nurullo? Boshiga 1800 bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 milliondan 4 yilga chiqadi. 1800 million do'stlar. Eng muhimi hurmatli o'rnashlar Nurullo aka necha yilga, necha puldan boshiga qancha pul aytadi mana aka. Nimaga buni sharoitni bankdan ko'p odam olyapti. Bankning ma'lumotini hamma yo'g'ini tushunib, hamma yo'g'ini kelishilgan holatda olinglar. Ertaga qiynalib qolmanglar. Nimaga desanglar, bir xilgilar bilmasdan ovopiz, u bu bo'lyapti. Yo'q. Majbur emas, sharoitinglar ko'tarsa, ahlinglar yesa, to'lashga ahlinglar yesa, birinchi o'rinda ashmoshlardan uzishga ahlinglar yesa olinglar. Ana. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan ikkita detalida kraskasi bor. 3-paytda avtomat korobka ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 12300 dollarga qilib beramiz. 1200 dollar men chiqarib beraman. Ana akalar 1200 dollar bilan nominglar chiqib Kapital bankdan. Kapital bankdan 4 million 400 mingdan chiqadi oylik. 4 million 400 mingdan chiqar ekan. 2023-yil akalar. Hamma yo'g'i bordan pul. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz juda go'zal holatda. Navorot, pavorot hamma yo'g'i bor. 4000 dollar ichini saloniga o'zi sarflagan ekan. Bomni hamma yo'g'ini haligi nima desa bo'ladi. Bekamiga o'zi qilib qo'ygan ekan, kraskasi yo'q. 21-paytda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamiz 12300 dollarga qilib beramiz. 12,5 ming dollarga keyin oldingi obzorimizda qo'yuvdik. Endi 12300 dollarga 1500 dollar bilan chiqarib beramiz. 1500 dollar bilan chiqadi. 12300 dollarga akalar. 4 million 700 mingdan chiqar ekan oylik to'lov. Yurgan kilometrini ham aytib o'tdim. 100 ming yurgan akalar. 60 ming yurgan, 150 ming. Next ochiladi. 150 ming yurgan. Bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan 3-paytda juda go'zal holatda 100 mingdan ikki oshiq yurgan. Mana ichlarini ham ko'ring, avtomat korobka juda go'zal holatda. Buni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, uka, to'g'ri 10 mingga qilib beramiz. 1100 dollar men chiqarib beramiz. 4 yilga 4 milliondan chiqadi. 1100 dollarga mana aka. 4 yilga 1100 dollar. Aloqa 2020-yil akalar. Bunisi 2015-yil ishlab chiqarilgan kapotli uchi bilan bitta sapajogida kraskasi bor. 10% deydi, yolg'on cho'polmaylik. Yurgan kilometr 200 ming. 3-paytda juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinani 8 ming dollarga qo'ydik. 8 ming dollar yo'q, 7700 dollarga qilib beramiz uka. Ha do'stlar. Ukajon 2000 dollar bilan kelsin, qolgani bankdan chiqaveradi. 2000 dollar bilan oddiy bankdan chiqaradi. 5700 dollar bank uradi akalar. Tan narxi 7700. Oppoqlar. 2015-yil akalar avtomat korobka. 3-paytlargina ham aytib o'tdik. 3-paytda avtomat korobka do'stlar. Bunisi 2019-ga 2019-ga 20 akalar. Kapot bilan eshigida kraskasi bor ekan. Bor yurgani 100 mingdan jicha oshiqroq yurgan. Mexanika 19-yil ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7600 dollarga 1000 dollar bilan chiqarib beraman. 3,5 milliondan 4 yilga chiqadi. 3,5 milliondan. Akalar mana oyga yengildan so'raganlar necha yildan? 3,5 million. 3,5 million oylik to'lov akalar. 1000 million 4 yumush abalolari bor. 1000 dollar bilan kelsa nomiga nomer pasport 3,5 milliondan 4 yilga chiqarib beramiz. 1 so'm rasxod qilmaydi hech nimaga. 1000 dollar bilan. 2019. Oling. 9 mexanika akalar. Ana pulini o'zi 7800 edi, 200 dollar bugun Moskva bordi. Ertaga xudo xolisa dushanba kunligi ertamanda kelaverasizlar, juda ham arzon qilib, juda ham sizlarga qulayli variantlar qilib beramiz. 2018 bitta eshigida kraskasi bor, 3-paytda juda ham go'zal. 2018-yil Chokko Svetda. 8300 dollarga qilib beramiz. 8300 dollarga bo'lib ketdi akalar Chokko. 1000 dollar. 4 yumshoq abalolari yuklargacha bor akalar. Avtomat korobka. Anorbankka chiqaradi. Shuning uchun 1000 bilan chiqaradi. Ular 18. Eshiklar shunga ekan. Bu oddiy bankdan 2000 bilan chiqadi aka. 2000 dollarga Chokko do'stlar. Mana ukajon hali 100 dollarga so'ragan mashinangiz mana xudo xolasa kommentariyada yozib ketsin 100 dollarga berdik. Ertaman xudo xolasa mashina dakmetini qilib beramiz. Yushav aka bitta dokument. Ertaga xudo xolasa obedgacha bitkazib beramiz. 4-5 soatda do'stlar Xudo xolasa. Buni Instaga YouTube'ga qo'ydik 100 dollardan. Do'stlar kecha akam aksiya qo'yavergan Sutekinga. Olib ketishdi o'sha. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan 3-paytda kraskasi kapotida bor xolos, boshqa joyda yo'q. Navorot, pavorot, diska, ichida
Balog'at hamma yo'g'i bor. Mersrol, hamma ko'rinchlarini ham juda go'zal. To'rt yumshoq balolargacha bor. Avtomat. Kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamizni $9500 qilib beramiz uka. $2000 bilan 4 yilga 4 milliondan chiqadi uka. $2000 akalar, 4 milliondan 4 yilga chiqar ekan akalar. Ikkisi do'stlar. Navrodlari bor. 2019-yil avtomat korobka. Juda ham go'zal holatda, ertaga kunga xudo xolasa $9500 ga 1800, 1900 bor 2000 deyapmiz, 100 so'm, 200 so'm yab-yag'i bo'ladi. Bu Nexia'miz sotilgan, zakalab berib ketgan, ertaga olib ketadi. Bu Nexia'miz 2011-yil ishlab chiqarilgan. 2011-yil akalar. Mashinani holati o'rtacha, sharoit minsa bo'laveradi. Ularni netmagan, belali almashib, kesilib qo'yilmagan. Hamma yo'g'i o'ziga yarasha, puliga yarasha $2300 ga qilib beramiz. $300 bilan kelsin, nomiga qilib beramiz. Kelar $2300 $2300 akalar, $300 bilan kelaverasizlar ekan. $300 bilan kelsa, $300 beradi. Qolgani bankdan bo'ladi. Agar sharoiti bo'lsa, generallik bilan bank transportiga pul olsin. $500 ketadi. Yo, sharoitim yo'q desa 300 ming kelsa biz qilib turaveramiz, 5-10 kunda qilib bersa bo'laveradi. Общий narxi $2300 u Nexia'ni. Bu narx 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kapot bilan krilo dizli kraskasi bor, boshqa joyda yo'q. Bu mashinani ertaga kunga $3700 ga qilib beramiz. $700 bilan kelsin, nomiga rasmiylashtirib beramiz. $3700 Qolgani bankdan chiqadi. $700 bilan bank olaveradi akalar. Ketdi mana. Qolgani 2014-yil. bilan shuna aloqa chiqarasizlar. Onajonisiga kelganlarga $100 gapirmayapsizmi, loki? Onajonisiga hamisha bor. Dadajonisiga, onajonisiga $100 o'tib beramiz. Ana. Qaysi barakadan kelgan so'rarsin. Onajonisi bilan dadajonisi bilan kelganga $100 dan bonusi bor. Bunisi 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkita joyda petnosi bor. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $3000 ga generalni ichida qilib beramiz. $3000 mana akalar. Bunisi 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 2013-yil. Ko'p odam xaridor bo'lib kelib, arzimagan ozgina tolashib kelisha olmay qolyapmiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, ashlarning nimasiga $8800 ga qilib beramiz. Bo'ladigani, kami yo'q. $8800 ga mana akalar, 2013-yil. Bularga bank pul bermaydi, aka bularga. Yumshoq balolari bor. $2800 bilan kelsa, qolgan 6000 ni bankdan olib beramiz. 2800 bilan kelsalar, qo'yani bankka olaveradi. Boramiz aka. Aloqaga chiqaverasizlar yaqinlar mana. Gap yo'q. Davom etamiz aka. Bunisi 2019-yilda ishlab chiqarilgan bitta kriloda kraskasi bor, trekkerimiz, avtomat korobka juda ham go'zal holatda, 175 ming yurgan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, $9800 ga qilib beramiz. $2800 bilan kelsa, qolgan $7000 bankdan chiqaveradi. Mana trekker so'raganlarga ham juda go'zal. Mana akalar 9800 trekker 19 akalar, avtomat korobka 4 yangi balonlari bor. Akkuratni, чистый nima deganlarga? Damas deganlarga mana 5 tadan nazar ketdik. Juda ham arzon, juda ham go'zal qilib beramiz. 5 tasi bittada bo'ladimi aka? Juda ham qilib beramiz aka. Ha, moshli qilib yuboring. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 50 ming, 45 ming yurgan. Mana aybi shu ikkita rixtovkasi bor xolos. Boshqa joyda yo'q. Salonlarni ham bitta oling-ki, narxini hozir bitta bombalat beramiz. 2023-yil akalar. Angillat beramiz ukajon mashinani. Yangi balonlar taqib qo'ydi akalar. Ishlarini bitta olinglar. 45 ming. Mana salonlari. Qancha yuribdi? 45 ming. 45 ming yurgan. Salonlarni ham ko'rsataylik ukajon. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma yo'q. Juda ham go'zal holatda. Ko'rsatmayapti. Maqsad sotishni $350 ga nomiga qilib beraman. 2.800.000 dan chiqadi 5 yilga. Mana ahli yetgan bo'lsa, nomeriga ham yetmaydi puli. $350 bilan kelsa, nomiga nomer pasport hamma yo'q. Ana akalar $350 bilan 800.000 dan 5 yilga chiqadi. 2 million. Agar sharoiti bo'lsa $1000 to'layman desa 2,5 milliondan chiqadi. Akalar, Damas ketdi mana 350 bilan. Keyingisi aka. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda. Buni kecha barter yopib qo'yganmiz. Ertaga kunga buni 6 soat qilib olish kerak, Toshkent nomer. Lekin Andijonda ishi bitadi. Generalligi o'zimizda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, $4100 ga 6 soat 2 millionni to'lab beraman. U degani 3900 ga tushib ketdi. 1000 so'mga chiqadi o'zi. 6 soat nomer olgani 1300 gap-yog'ida pul chiqib kelsa, 1300 ga chiqadi. 3000 ga bankdan bo'ladi. Ketdi bu ham. Ha, yo'q, lekin hamma yo'g'ini o'zi qo'llaolaman, 3900 ga beramiz. 2018-yildan Yo'q aka. 3900 ga mana akalar, hamma yo'g'ini o'zimiz qilamiz desanglar. 4 yumshoq balonlari bor. Mahmudjon, Muhammad isi bittadan pastga bittadan like bosib qo'yilib, bomba bo'lyapti. Bunisi 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q, juda ham go'zal holatda. Mashinamiz
bir qo'l minilgan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1200 dollarga qilib beramiz. Общий narxi 5100 dollar, oyiga 2 million 100 mingdan 4 yilga chiqadi. 5100 ga mana akalar. 4 yilga chiqadi. 4 yil 2 million 100 dan olib to'la. 120 ming, 100 mingdan 100 mingdan ham deying. Ha bu arendaga berib qo'ysa ham 1 million oyiga kelib turadi. O'shada. Mashinani unutib yubordim degancha. Do'stlar, mana hurmatli obunachilar. Arenada nima arzonga tushadi? Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda. Bitta sapajogi bilan bitta buni krilochasida kraskasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz 500 dollarga, oylik to'lov 2 million 470 mingdan 5 yilga chiqadi. 500 dollar ketdi akalar mana shu. 2021-yil 5700 dollar. 5700 dollar akalar tanlab. O'tda yangi balonlar bor. Siz naqdni tushunmay qoldim. Necha pul siz naqd pulga minib ketaman desa? 5900 ga hamma yo'g'ini o'zi qilyapsan. 18. Shu oxiridagi 23-yil 45 ming yurgani ham narxini aytib o'tmayapmiz, 6300 dollar oxiridagi. Akalar, aloqa chiqib o'rasizlar. Tayyor, olasizlar. 2022-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holat. 2022 akalar. Bir tomchi ham kraskasi yo'q, top-toza 22-yil 13 balonlarimi hamma yo'g'i juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 500 dollarga oylik to'lov 2 million 770 mingdan 5 yilga chiqadi. Mana ko'rsating. 500 dollarga mana akalar. Narxiga 6300 dollar. Tanlab 6300 dollar akalar 2022-yil. 400 bilan. Gap yo'q. 400 dollar bilan chiqaradi. Bugun Instaga Damas qo'yamizmi deymandan Nurullo aka Instagramga aka. Seflarigacha bor ekan akalar. Damas. Chixol. Bitta qop 2020-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka juda ham go'zal holatda. Bu mashinamizni 1000 dollarga qilib beramiz. Bu mashinamiz 4 yilga chiqadi. 3 million 300 danmi o'g'lim? 3 million 300 mingdan. 3 million 200 mingdan 4 yilga chiqadi. 1000 dollar bilan chiqarib beramiz. 7400 dollarga qilib beramiz. 1000 dollar bilan akalar mana 7400 dollarga Spark'imiz akalar 2020-yil avtomat korobka. Hamma yo'q, tayyor. Juda ham go'zal narxlar, juda ham partiskadan aktivlarni qo'ydim. 4 teshiklardan sumka. Hali oldi qo'shli gaplar yo'q, hammasi haq va realniy, hamma yo'q chiroyli bo'lyapti. Ammo bugun aka bozorda obunachilar rosa gapiryapsiz aka. Nurullo aka zo'rlar krizilgini olib ko'rishyapti aka. Yamomay aka. Ashna deganlarga 100 dollardan bonusi ham bor. To'g'rimi Oybekjon? Oybekjon 100 dollardan bonus beraveramizmi? Onasiga ham, dadasiga. Xotinigachi? Hammasiga oilaviy kelganga berilaveradi 100 dollar. 100 dollar kamiga. 2021-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q, top-toza 90 ming yurgan 4-paysi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9700 dollarga qilib beraman. Ana akalar 9700 dollarga 2021. Sindirib olish. Endi bozor jumagacha bozor yo'q-ku. 2021-yil Naza qilib mashina to'lamon qilib olinglar. avtomat korobka. 9700 dollarga 1500 dollar bilan chiqadi. 1,5 dollar bilan ketdi mana do'stlar. Bugun sanamiz aytib qo'y 18-yanvar do'stlar. 18-yanvar, ertaga 19-yanvarga akalar aksiya bo'lyapti. Hop. Ukajonim, bu ikkovi ne ishlardi? Bitta bomba qilib beray ukajon. Kecha kuni kecha oldingi obzorimizda 1000 dollardan qo'ydik, to'g'rimi aka? 1000 dollar yo'q endi. 900 dollardan 7500 dollardan qilib. 800 dollar bilan ham chiqarib beraveraman. 900 dollardan 4 yilga 3 million 250 ming so'mdan chiqadi. Ana akalar. Ana akalar 7,5 dollardan akalar. 900 dollardan 4 yilga 7500 dollardan. 7,5 dollar. Ikkovi ham 2020-yil Alius. Mexanik akalar ikkalasi 4 ta yangi balonlari bor. Alius ikkovi ham 20-yil mexanika toza kraskalar. Toza boshing. 900 dollardan 3 million 300 ga bormaydi. 3 million 300 ga bormaydi ekan mana akalar 4 yilga. 110 ming so'm. 20-yil mexanika. Arendaga mingdan deydi-ku 900 dollarga olib oldim, arendaga oldim deb maza qilib minoratda bir qarasa o'ziga qolib ketadi-ku. To'g'ri. Ketdi do'stlar. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi umuman yo'q, avtomat korobka, juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamizni 10400 ga qo'ydik, 10400 yo'q, 10200 dollarga, 1000 dollarga chiqarib beraman. 4 million 200 mingdan chiqadi oylik. 1000 dollardan katta. Naqd pul, bank qizig'i yo'q, baribir hammasi naqd pul. 10200 dollar akalar mana 1000 dollarga chiqyapti nomiloyi. Navrot ekan bu aka. Juda go'zal holat. Merisrol hamma yo'q navrot akalar avtomat korobka bo'ldi. Benzinda akalar 49 ming yurgan akalar, benzinda. Gaz teshigi ham yo'q.
aka, qop-qorasidan juda ham go'zal holatda. Uchta joyida petnosi bor, deyarli to'n haligi. 2019-yil akalar. Petnosi bor ekan. Petno bor. 2019 avtomat korobka juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga bu mashinamizni 8000 dollarga qilib beramiz. 2000 dollar bilan 6000 ni qolganini bankdan qilib beraveramiz. 2000 bilan chiqadi. O'lchi narxi 8000 dollar. 8000 dollar. 19 ga 20 akalar. Diskalarigacha bor. Malibu bar, Malibu roll. Malibu roll yo'q ekan, akalar mejigarlari bor ekan. Ukajon hali chazor bo'ldi do'stlar, bilasizlar orqadan. Olomon bo'lib sotildi. Asarda taklifchilaringiz hammasi kommentariyada chazor bormi? Mana chazor bor. Yana bitta sherigi ham bor. Hozir yuvdiryapti, ulgurmadi. Ikkita chazorimiz bor. 2024-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan kilometr qancha ekan buni? 46000. Ha? 46000. 46000 yurgan ekan. Akkumulyatori va motoriga 6 yil garantiyasi bor. 8 yil garantiyasi bor. 8 yil garantiyasi bor akalar. Hadavoyiga 6 yil garantiyasi bor ekan akalar. 17500 dollarga 2300. Sheyasini G'ulomjon 2350 bilan chiqarilmasi sazorini kapitalga. Ana akalar. 46000 kilometr yurgan akalar. Fonni bak benzin pul bo'lsa 1100 kilometr hali. Men Andijondan Xorazmga deb qo'shib deyotganmiz. 1100 kilometr yurar ekan. 1100 kilometr. 2024-yil akalar gibrid. Mana kapitaldan 17,5 mingga. 17400 yurib bering 100 dollar onajonimizga bonus. 17,5 dollar akalar. 2200 dollarga chiqar ekan. Mana chazor so'rayotganlar kapital bankdan 2200 ga 6 million 6 million 170 mingdan to'lov chiqar ekan. Narxi 17500 dollar, 100 dollar onajoningizga, dadajoningizga 100 dollar qaysi biriga olsa ham bonusi bor. Yashang. Ketdi mana aka. Aloqa. O, nonni ham bitta hisoblab bering. 2024 ga 25 hali. 24 ga 25 akalar darkman. Klaskasi umuman yo'q. 24 ga 25 yurgan kilometr hozir ko'rib beraman. 12000 mi 17000 yurgan mashina. 17000. 17000 yurgan ekan. Klaskasi To'rtta yangi balonlari bor. Juda ham go'zal holatda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamizni bozorlarda 12000 ekan, bizda 12000 emas. 11800 ga onajoningizga 100 so'm bonus bilan 11700 yurib bering G'ulomjon kapitaldan. Meni bilishimcha bu mashina 1600-1700 ga chiqsa kerak, to'g'rimi G'ulomjon? 10800 ga akalar. Ishlarini ham bitta ko'rsatib o'ting. To'rtta yangi balonlar bor akalar. 2200 ga kapitaldan chiqyapti. 3 million 900 mingdan oylik to'lov. Anorbankdan olaman desa 1400 dollar ya 1300 dollarga chiqadi. 4 million 600 mingdan chiqadi. Qaysi biri pulni yo'q olaverasizlar mana. Hali o'zinglar Propan gazlarigacha bor akalar. Davom etyapsiz. Buni 2024-yil ishlab chiqargan, umuman klaskasi yo'q, 40 ming yurgan propan gazlari bor. 44 ming yurgan propan gazlari bor. Tonti ham klaskasi yo'q, juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga 12200 dollarga 1450, 1500 bilan Anorbank, 2000 dollar bilan kapitaldan chiqadi. 1200 dollarga akalar. Kapitaldan 4 million 600 ya 4 million 700 dan Anorbankdan chiqadi. 1,5 ming bilan olib ketaveradi. Albatta 2000 bilan kapitaldan chiqadi. Buni hozir ko'rdinglar, Hoji buvamga sotdik. Bu sotuvdi bo'lsa, bu sotuvdi. Baraka qiling. Qora mana qola so'raganlar olib keluvli baraka ko'p ketib qoldi akalar. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda. Kraskasi kapotida bor holatda Muhammad. Ha, kapotida bor. Boshqa joyda yo'q. Ertaga kunga bu mashinamizni 10000 dollarga qilib beramiz. 9900 ga qilib beramiz. 900 dollar bilan chiqarib beramiz. Jo'jon, Aliyuz bittadan patski bittadan kommentariy yozishsin, 800 dollarga qilib beramiz. 800 dollar. 9900 dollar akalar, 900 dollar bilan chiqyapti akalar. 21-yil avtomat korobka tayyorlarigacha bor. Nolobga so'raganlarga mana olib kelib qo'ydik akalar, mana promo efirdan so'rayapti deylar. Ishlarini ham bitta ko'rsatib o'ting. Midnight akalar. 4 yang 9000. Atiga 9000 kilometr yurgan akalar mana. Hali hidi ham ketmadi. Qanaqa mashina endi bularki? Ular bugun ukalarim men bozorda tushganim uchun mana shu 10 ta sotib qo'yibman. 10 ta mashina. 10 tami, 10 ta sotibdi. 9 ta, 10 ta. Bugun o'zida
Endi uka, avvalo rizq Allohdan deydi-yu. Ko'pchilik rizqini Alloh beraverar ekan. Xudo xolasa, bizdan olgan mashina olganlar ham aka, mana shu mashinadan barakotli bo'lsin. Qarzlarga olsa, bank olsa, qarzlarni e'tiborga olsin. Naq qolganlarga ham Alloh omadini bersin. Aynan go'zal holatda 9 ming yurgan Midlaya bozorda 13,5 ming, lekin bizda 13,5 ming emas. 13.200 dollar esa beramiz. 13.200 dollar mana akalar. Midnight. Kubok mana do'stlar. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q, 200 ming yurgan, juda go'zal holatda, 4-qaysi avtomat, ertaga kunga 10 ming dollarga beramiz. 1000 dollar chiqardi, buni ham 900 ga beraveramiz. 900 dollar chiqyapti akalar, 10 ming dollarga. 900 dollar. 200 ming. 21-yil kraska kartasi. Traktorlardan Tracker so'raganlar. 2023-yil akalar Premier Plus daman yuklarigacha bor. Juda go'zal holatda ertaga boshlanib 17.400 dollarga beramiz. 3.000 dollar bilan chiqqan G'ulomjon 3.000 dollardan 5.700.000 dan kapitalga chiqadi. Mana qiziqadiganlar bo'lsa, naqd pulga ham, bankka ham 15.000, 17.300 dollar. ana aka. 17.300 devordim, 17.400 edi o'zi. 300 ga beraveramiz. 17.300 dollarga mana akalar 2023-yil trekkerimiz Premier Plus akalar. Aliyuz ukam bo'ladi. 17.400 mana. Bu arzonrog'i bu. Soni bu. Ukajon, mana shu 17.400 deb akalar me'mor uzr bu. Valla ondan almashtirib qo'yibdi. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan kilometrni ozgina kilometr. Bu ham Premier Plus akalar yuklari bor. Kilometrda farqi bor. Aliyuz bu 50 ming yurgan, bu 34 ming yurgan. Ashuncha adashib ketibman. Mana 17.300 uka. Bunisini uka ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni 17 mingga beraman uka, 2800 dollardan chiqarib beraman. Mana akalar 2800 bilan chiqyapti, 17 ming dollar akalar. Ularni ko'rib o'tdik. Propan gazlari ham bordi. Ashuncha, narigi benzin. Ana. So'raganlar akalar. Minbor uzr, 209 bilan 015 ondan almashtirib qo'yibman. 17300 ga Premier Plus 34 ming yurgan 17300 ga bunisi Premier Plus 50 ming yurgan propan gazlari bilan bunisini 17 ming dollar yonidan 100 dollar bonus qilib 2700 dollarga 5 million 700 mingdan chiqarib beramiz. To'g'rimi-ki? 17300 ga bunisi hop, bunisini 3200 ga qilib beraveramiz. Bunisi akalar 3200 ga chiqyapti, Premier Plus'i bu ham akalar yuklarigacha bor. 23-24. Benzinda 20 ming ko'proq uchun 17 ming dollar. 17 ming dollar, 17.300 ga akalar. 209 mu boshlaydi? 17.300 ga mana akalar. Bunisi uka Eltizani Plusi degani uka. Juda ham go'zal holda, mana Premier Plusni luki yo'g'i 2024-yil. Bitta hisoblab bering G'ulomjon. 2024 bu mashinani gazi yo'q o'g'lim buni. Bor. Yo'q, buni gazi yo'q bo'lsa kerak. Bularnikini propani bor edi. Juda go'zal holatda. Buni ukajon ertaga 15800 dollar hisoblab bering. 15800 dollarga 24 akalar. 2600 ga oylik to'lov. 5 million 300 dan uka Cobalt pulov bo'lyapti. Shunaqa bo'lyapti aka. 2024-yil trekkerimiz, kraskasi yo'q, yurgan kilometri ham juda ham unaqa Sizina bagirlargacha bor akalar. 35 ming yuribdi. Juda ham go'zal holatda ertaga bo'ladigan bo'lsa, buni 3600 dollarga 5 million 300 mingdan 5 yilga chiqadi aka. Naqd pulga 15800, bankka ham 15800. Ana aka. Kerakmi mana? 15800 akalar. Bittadan partiyada de onalar aka yaxshiliklar atroflarni oling ko'zi olib. Shumkalari. 2014-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda, aybi mana shu orqa kriloda ozgina burchali bitta aybi bor ekan. Masalan, bir qo'l mingan ekan, oldindan ham ochib qo'ying maqsadga. Staloy svetda. Staloy svetda juda ham go'zal mashinani hamma yo'g'i navorot, pavorot. Hozir tashlab ketdi mana mashina. Konditsioner juda go'zal holatda ekan. Mana Aliyuz oldindan ham ko'rib qo'ying. Qani aka. Lüks konditsioner ekan ukajon, lüks konditsioner bo'ladi. Mana. Hali maza qilib minadiganga bu maqsadga 1000
$400 bilan kelsa bo'ldimi? Ha, bu $1400 bilan 4,5 mingga bank transporti ham generalniy ham hamma yo'q ichida. Bo'laveramiz. 400 ga hamma yo'q ichida. 4,5 ga hamma yo'q ichida. 4,5 ming dollarga hamma yo'q ichida. 1,5 ming pulman kelsa bo'ldi. bo'ldi, to'q. Bo'ldi. 1,5 mingman kelsa qarang. Aha. Bank transporti ham generalniy hammadagi bitta bizdan 4,5 ming 3 mingini bankka beradi. Hamma yo'q ichidagilar. Ketdi mana Nexus kelsa. Lasetti bor ekan bu yoqda, aka. Bunisi 2011-yilda Lasetti siz ko'rmaganmiz. 35 ming yurgan Lasetti oluvdik. Juda ham go'zal holatda edi. Shu mashinaga shu Lasetti'ni barter qilib olib qo'yganmiz. Buni egasi Lasetti'ga ish qilib olgan. O'zining mashinasi ham zo'r ekan. Ko'ring, 2011-yil ishlab chiqargan. 2011-yil 1.8 motor akalar, mexanika navrotlargacha bor. 4 yumshoq balonlari bor. Lasetti ish qilib 2011 akkuratning juda chiroyli minga, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinani 6 mingga Muhammad Yusuf kanalida qo'ygan ekan. Mana bola o'g'lim ertaga 6 ming emas, $5500 qo'ydi. $5500 olib ketdi mana akalar. Lasettimiz petnosi bor akalar, 3 ta petnosi bor. 1,5 mingdan kelsa akalar $4000 bank olaver ekan. Sentrani qorasini minaman deganlarga tinib 3-paytda 90 ming. 2021-yil. 21-22. Hamma yo'qi bor. Hamma yo'qi chiroyli, juda ham go'zal holatda. Umuman kraskasi yo'q, to'xtadi. Ertaga kunga bu mashinamiz $12,300 ga beramiz. $1500 bilan bankdan chiqadi. $12,300 akalar, $1500 bilan chiqyapti. Bo'lsa bankdan majbur emas. Kraskalar top-toza. Olish sharoit bo'lmasa, mana Cheles banki bersanglar bo'laveradi. Ertaga buni to'lash bor. Sharoit bo'lsa, to'g'rimi Alius? Hamma yo'q aytib qo'yish kerak. Sharoit qilib ishlayman shu mashinani orqasidan desanglar, mana olinglar bankdan, pajolista. 1,5 ming bilan achilib ketdi. $1,5 akalar. Alius deb yozib chiqadi. Olib bilasizlar do'stlar. Yo'q, tayyor. Instagramdan Nurullo avtogacha chiqadi. 12 so'raganlar mana akalar. 2023-yil ishlab chiqarilgan mexanika juda ham go'zal holatda, kraskasi bitta orqa kriloda bor, boshqa joyda umuman kraskasi yo'q. Bitta orqa kriloda kraskasi bor ekan. 23-yil mexanika. Mashinaning holati juda ham go'zal. Propan gazlarigacha bor akalar. 90 ming yuribdi akalar mana. Hamma yo'q juda 90 ming kilometr yurgan akalar. Bu mashinamiz $11,000 ga 1,400 bilan chiqarib beramiz. $100 onajonimizga bonus qilib $1,300 ga chiqarib beramiz 10,900 ga. $1,300 akalar, tan narxi 10,900. Bunisi 2023 ga 24 juda ham chiroyli, kraskasi yo'q, juda go'zal holatda propan gazlari bor. Propan gazlarigacha bor akalar. 4 yangi balonlar bor. Premier Figus. Bilasiz buniki. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 14,200 emas uka. Maqsad sotish $14,000 qilib beramiz. $14,000 akalar. $3,100-$3,200 bilan kapitaldan chiqaradi. Bunisi 2023 ga 24 20 ming yurgan, kraskasi umuman yo'q, propan gazlari bor. Kraskasi top-toza. Bunisi ham Premier Figus degani turbo motori 6-qaychasi. 4 yangi balonlar bor. Bunisini ham 20 ming yurgani uchun $14,100 qilib beradi. $14,100 ga mana akalar. Dollarga akalar ketdi mana. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan. 2023. Yaqin oxirida jicha petnosi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Yurgan kilometri 87 ming yurgan Premier. 87 ming yuribdi Go'zal akalar. holatda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamizni $15,900 qilib beraman ukajonim. Mana. 2,400 ga 2,500 bilan 5,300,000 so'mdan chiqadi. Mana akalar. Maqsad sotish uka, xudo xolisa chiroyli qilib, narxlarni juda ham sizlarga manzur keladigan qilib, sizlarga tushadigan qilib, xudo xolisa ertaman dushanba kunlikda 19-yarmi hammanglarni kutib qolamiz. Manzillarni aytib o'tamiz. Andijonni Piyosbey Toshkent stansiyasi 48 marshrut yuradi. O'zbekiston ko'cha desanglar, Andijonda O'zbekiston ko'cha bitta. O'zbekiston ko'chaga kelib, Toshkent stansiyasida Moshina bozor desanglar, bemalol hamma ko'z kuzatib qo'yadi. Bartillarimiz bor. Devodni qanaqa turi bo'lsa, qanaqa turidan qat'iy nazar olinadi. Bu yog'i 07-05 Jiguligacha mol, qo'y uyda turib narxlatib qo'ysanglar, to'g'risini aytsanglar, mol qo'ylaringizni ham olaveramiz. Xudo xolasa nomerlarni aytib o'tamiz. 90 648 0001 99 273 0001 91 648 0002 91 618 0002 91 168 0002 99 273 0001 raqamlari 90 220 77 79 raqamlar sizlarga qanaqadir xizmatinglar bo'lsa
avvalo mashinalar nomerlariga e'tibor berib, qaysi mashina yoqqan bo'lsa, ma'lumotini so'rasanglar, to'shni qilib hamma yetkazib sizlarga hamma ma'lumotini aytib o'tadi. Naqd pul, bank farqi yo'q. Ikkovi ham bir xil savdo. Bank ekan deb qimmat sotish yo'q, naqd pul ekan deb arzon sotish yo'q, bari savdomiz bir xilda. Hali bank ekan deb qimmat aytish emas. Xolasa naqd pul olsin, xolasa bank qilib olsin, o'zini ehtiyoji Xudo xolasa agar sharoiti bo'lsa naqd pul olgan bari ming marta yaxshi. Xudo xolasa ertaga mana dushanba kunida ertamanda kelsanglar, obedgacha baraka qilib olsak, obeddan keyin dakniklar qilib berib, kechgacha sizlarni kuzatib olish Xudo xolasa. Hammanglarga rahmat. Aliuz, Muhammad Yusuf, Xudo xolasa ertaman kelaverasizlar. Hammanglarga omad. Rahmat.